Hurmatli kuzatuvchilar, oylik badal to'lovlari vaqtida amalga oshirilganda boshqaruv servis kompaniyasini xizmat ko'rsatish imkoniyati yanada ham kengayish haqida mana bugun video qilamiz. Mana yonimda Umidya boshqaruv servis kompaniyasining rahbari Azamat aka, sizga savollarim bor bugun. Tong va vatandosh mahallariga xizmat ko'rsatishga kelganingizda, ikkala mahallada ham qarzdorlik menimcha yaxshigina edi. Nimagaki, oldingi boshqaruv servis kompaniyadan odamlarning ko'ngli to'lmagani uchun odamlar pul to'lamay qo'ygan edi. Lekin shunga qaramasdan siz kelganingizda qarzdorlik mavjud bo'lgan holda ham siz xizmat ko'rsatib keldingiz. O'sha avariya holatlarini bartaraf etdingiz, to'g'rimi? O'sha podval qismida, tom qismida. Ana endi shundan keyin odamlar Umidya boshqaruv servis kompaniyasiga ishonch bildirib, oylik badal to'lovlarini to'lash boshlashdi, to'g'rimi? Shunaqa oyma-oy to'lab kelisha boshladi. Hozir mana misol tariqasida Tong mahallasidagi 19-uy. Bularning qarzdorligi minimali, to'g'rimi? Minimali aholi to'layapti. Ishonch hosil qilgandan keyin sizni boshqaruv servis kompaniyasi. Ana endi siz xizmat ko'rsatish imkoningiz ko'paygandan keyin bu uyda mana nima ishlar hozir qilyapsiz? Boshida kelganimizda debitor qarzdorligimiz yuqori darajada edi. Lekin ushbu uyimizda muammolar ham yetarli darajada bo'lgan. Tom qismida yer to'ladi, issiqlik tizimida hammasini bartaraf qilganimizdan keyin aholi o'zi ishonch bildirib, bugungi kunda majburiy o'sha oylik badallarini vaqtida to'lab kelayotganligi uchun mana kirish yo'laklarimizda ta'mirlash ishlarini olib boryapmiz. Undan tashqari framuga oynalarimiz уже mana 100% almashtirib bo'lindi. Yo'lakdagi elektroshitlar kapital ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Qilinadigan ishimizni bosqichma-bosqich o'sha dastur qilib o'zimizga tayyorlab olganmiz. Shu ishlarni amalga oshirib boryapmiz hozirgi kunda. Yana bitta sizga savol bor. Siz kelganingizda, xizmat ko'rsatish boshlaganingizda qarzdorligi ma'lum bir miqdorda mablag'i tashkil etgan, to'g'rimi? Siz avariya holatlarini bartaraf etganingizni hisobida ham u hozirgi kungacha bilan to'langan mablag'i menimcha qoplamasa kerak. To'g'rimi? Shunda ham siz xizmat ko'rsatdingiz, avariya holatini bartaraf etdingiz. Ya'ni qo'shimchasiga siz bular ishonch hosil qilgandan keyin oylik badal to'lovini to'lash boshlagandan keyin siz yana bularga oldindan desa bo'ladi, qo'shimchasiga o'sha yo'lak qismlari, elektroshitlarini siz yana ta'mirlab berasiz. Ana endi gaplaringizni tasdig'ini topish uchun shu uyni mulkdori bilan suhbatlashib, gapingizni tasdiqlab bera oladimi? Uyimizda juda ham uzoq muddatdan beri yashab kelayotgan fuqarolarimiz bor. Yuring, marhamat, o'tamiz oldin. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас величать? Светлана. Светлана. Я хочу вам вопрос задать. С какого года вы здесь живете в этом 19-м доме? В 19-м доме мы живем, как говорится, старые жильцы. Мы живем с открытия дома. То есть дом сдался в 85-м году, мы жильцы, старейшины нашего дома. Я тоже в 26-м доме живу, я первый поселенец с 85-го года. В нашем жизненном опыте здесь много там ЖЭКи поменялись, Да, там компании были, да. мы мучились в свое время. Вот пришли компания Умидя, они начали нам оказывать услугу. В моем доме претензий нету, я доволен. Вот ваш дом, как мы пример показываем, что жители своевременно оплачивают. Да. Они когда пришли, они в подвалах, в крышах там, они ремонт делали. И когда вот вы, жители, увидели это, как они работают, вы, оказывается, начали своевременно уже как бы оплачивать. У вас практически долга нету в доме. И из-за того, что у вас долга нету, они говорят, что они дополнительно уже начали ремонт подъезда делать, там, Всё электрощиты, верно. там, Да, в подвалах да. там проводки начали менять, там, аварийные там ситуации они начали справлять. Вы вот это все подтверждаете? Да, все верно. Подтверждаете. Сейчас вот мы с нашей компанией переговорили, все, как говорится, дали нам добро, мы друг друга поняли, как говорится, взаимно. Сейчас в нашем подъезде меняют щитки, как вот мы говорили, все старое устраняем, которое было много-много лет. Это не секрет, все наши жильцы знают, все это видят. Сейчас устраняют, ставят новые кабеля, все меняют. И в дальнейшем нам будут делать ремонт, все это уже обговорено. Я очень хочу сказать, дворники подметают, Убирают. чисто, убирают, да, убирают. Двор стал намного чище, нам и в подъезды подметают, возле подъездов. Так что, уважаемые собственники, оплачивайте вовремя, также и требуйте, ведите надзор над компанией. Всем спасибо.